Hammaga salom, hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan men Start Survey degan o'yinni o'ynaymiz. Hozir videoga o'ylandim, to'g'risi. Keyin qarasam, u videoga olmayotgan ekan. Endi esa mendan qisqacha tushuntirish. Start Survey horror. Asosiy personaj sen. Xonangda o'tirasan, qanaqadir odam senga javob beradi, sen ularga javob berishing kerak. O'yin o'ta oddiy va unda startdan boshqa knopkasi yo'q ekan. Hatto options ham. Options. Xullas, videoga olishni boshlaganimda bu o'yinda bunchalik ko'p reklama bo'ladi deb o'ylamagandim. Aslida u juda ham ko'p ekan o'ylaganimdan. Har bir qilgan ishingizda reklama chiqargan. Va men internetimni yig'ib qo'ydim. Endi bo'lsa yaxshi ishlaydi deb umid qilaman. Bu syujetli o'yin. Keyin ruscha til bor ekan. Men yo'q deb o'ylagandim. Xo'p, bu yerda bizga so'rayapti, savol-javobni boshlaymizmi deb. Ha, boshlaymiz. У тебя хороший день. Sening kuning yaxshi o'tdimi deyapti. Ha, yomon emas. Kun endi boshlandi-yu, lekin mayli, yomon emas. Ishlaring ko'pmi deyapti. Ha, ishim ko'p. Ancha ko'p. Посмотрите вокруг. Мыгрин. Chiqtirib keladi. Hozir sensor ishlamayapti. Endi ishlaydi. Endi qarayman. To'g'ri. Qani ochilchi. Ochilib bos. Так, parda. Biz buni ko'rdik. Kровать. Bu yerda taniysizmi deb so'rayapti, lekin men hozir soat, eshik, burchak, tamom bo'ldi, tushunarli. Bu yerda taniysizmi deyapti. Yo'q, men bu yerda bo'lmaganman hech qachon. Знаешь ли ты где ты? Sen qayerdaligingni bilasanmi deyapti. Xo'p, men qayerdaligimni bilaman. Ha, o'yindaman. Так, savol ishlab ketdi. Была ли у вас когда-нибудь паническая атака, да? Panichia. Menimcha qo'ygan sig'magan bo'lsa kerak. Panicheskaya ataka degani bu haligi. Kuchli qo'rqib ketishga o'xshagan narsa. Da bir bo'lsa bo'lgan. Qachonlarda bo'lsa ham. Вы подвергаете сомнению свое существование. Siz o'zingizni borman deb o'ylaysizmi? Siz haqiqatda borman deb o'ylaysizmi deyapti. Mana shunday deb o'ylayman men. Menimcha bu hammasi yolg'on bo'lishi mumkin emas. Yana bilmayman lekin ishonaman xolos. Prosta ishonaman. Chunki men borman. Men bo'lmaganimda sizlarga kim gapirardi? Вы верите, что Бог существует? Xudo borligiga ishonasizmi? Ha, bunga ham ishonaman. U har doim bor va har doim sizni oldingizda. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar sizni ko'rib turadi. Вы отвечаете на эти вопросы по своей воле? Siz o'zingiz mana shu savollarga o'zingiz javob beryapsizmi yoki sizga kimdir aytib turibdimi deyapti. Majbur qilyaptimi kim bu javob qilishni deyapti. Yo'q, men o'zim javob beryapman faqat. Ты уверен? Ты уверен? Yoki ты уверен? Yo'q. Ты уверен? Ты уверен? Ты uверен? Kichkina boladan hozir. Ты уверен? 5-6 yoshli bola. Ты уверен? 12 yoshli bola. Ты уверен? 15 yoshli bola. Ты уверен? 20 yosh. Ты уверен? 30 yosh. Ты уверен? 70 yosh. Ты уверен? Да, я уверен. 15 yoshli javob. Вы чувствуете себя комфортно? Siz o'zingizni qulay his qilyapsizmi? Siz o'zingizni qulay his qilyapsizmi? His qilmayapsizmi? Sizga unikalniy bo'lgan tagingizdagi to'shakni namoyish etaman. Hozir qo'ng'iroq qiling va sarig'i bilan birgalikda YouTube oling.
Вы чувствуете себя комфортно в своей комнате? Demoqchi shekilli sig'may ham qolgan Iplos o'yin bedodlik bu. To'g'risini aytsam, ha. Unchalik ham yomon emas o'tirgan joyim. Yotgan joyim. Beeline nima inglizcha o'qib qoldim. Menimcha bu yerda bu agar svet o'chib qolsa, qo'rqasanmi deb so'rabdi shekilli. Ha, biroz qo'rqqan bo'lardim agar внезапно o'chganda. Если бы свет погас, ты бы испугал. Endi ruschasini qo'yapti Iplos. Ha, picha qo'rqardim agar seni ogohlantirmaganingda. Eshik ochildi. Yulam. Tak, suvni qo'limga oldim. Endi qo'ya olmayman bu suvda chiqmasam. Adashmasam. Ay, dod chiqyapti. Siz oxirgi marta xonangizda bunday yig'ishtirilganmisiz deb. Последнее время убирались на своем комнате shekilli qolgan samolyot. Tak, demak. Yo'q, unchalik emas. Lekin bu yer toza turibdi. Откройте папку на своем столе. Hech kim aytira olmaysanmi? Bunday qilib kirib turib chiqay. Kiray deganim. Chiqib turib kiray. Battar chiqyapti. Давай, ochib. Menimcha bu yerda rasm bo'lish kerak edi. Siz papkaning ichidagi odamni tanidingizmi? Yo'q, bu yerda papkam yo'q. Fokusing ish bermadi. Men unga adashmasam haligi разрешение berishim kerak edi papkaga. У вас есть доступ в интернет? Ha, bor, faqat unchalik ham emas, chunki men yega qo'yib oldim, internetni ko'ryapsizlar. Sen haligi vraglaring bormi deyapti. Ya'ni ana dushman. Bo'lsa kerak. Bo'lish kerak adashmasam. Если бы ты внезапно пропал, стал бы кто-нибудь тебя искать? Ha, bo'lmasam-chi. Hamma birdaniga shu o'rnidan turibdi. Qani boshashadi. Keyin yerdagidan bo'lsa ham topishadi. Shuni chaqirib olib kelishadi. Bor yo'q olishdi qoldi. Xullas shunga o'xshash. Ha, bo'lmasam-chi. Men bo'lmasam kim ish qiladi? Ты один? Yo'q. To'g'ri? Yo'q. Если бы ты закричал, услышал бы кто-то. Agar sen baqirganingda kimdir eshitarmidi deyapti. Bo'lmasam-chi. Va! Eshitdingmi? Men eshitdim. Знаете ли вы человека, стоящего позади вас? Yo'q. Orqangizda turgan odamni bilasizmi deyapti. Orqamda kim bor? O'yin chiqishi menga вообще yoqmayapti. Bedodlik. Ko'rdingmi sen? Men yerdan bunday o'tib ketdi. Qizil bulvalar. Yo'q, qora edi. Ay, dod! Sen yolg'izmisan? Yo'q. Расслабляться. Найдите время, что за нах? O'zingni bosyapti. Unchalik emas, chunki o'yin chiqyapti. Bu menga вообще yoqmayapti. Iplos o'yin ekan. Kompyuterda o'ynaydigan o'yinda bu o'zi. Ваши чувства реальны, они просто запрограммированы. Как? Машина. Menimcha yo'q. Chunki bu so'rayapti bizdan sizni hissiyotlaringiz rost ekanmi yoki bu qanaqadir matching mashinami deyapti. Kir mashina. Xo'p, yo'q. Menimcha ular haqiqiy. Buni har marta haligi jahlim chiqqanda isbotlab berishim mumkin. Hayotdaligisi bormi deyapti. Ma'nosi bormi deyapti. Bo'lsa kerak.
Ты уже знаешь, кто ты? Sen kimligingni bilasanmi deyapti. Bilaman. Bilaman. Вы знаете, что происходит? Nima bo'layotganini bilyapsizmi deyapti. Unchalik emas. Если бы вам сказали правду о вашем существовании, стали бы вы отрицать это? Надежде на лучшее. Agar sizga sizga haqiqatni aytishganda, siz haqida deyapti. Siz haqingizda haqiqatni aytganda, sizni borligingiz haqida. Siz siz bunga ishonmasdan yaxshi narsaga umid qilarmidingiz deyapti. Menimcha, ha, shunaqa bo'lsa kerak. Yana bilmadim lekin. Bunaqa bo'lmasligi mumkin. Men ishonishim mumkin agar kim aytishiga qarab. Onkon. Bu yerda adashmasam ismini topish kerak edi meni. Men unga po'xti ham razрешениесini bermadim, shunga bu meni ismim topilmadi. Ay dot. O'yinda kompyuterga o'tsak bo'ladimi? Bo'lsa kerak. Когда я задаю тебе вопросы, ты действительно отвечаешь. Men senga savol berayotganda sen rostdan ham javob beryapsanmi deyapti. Если бы я мог доказать тебе, что ты не разумен, ты бы был шокирован. Agar men haligi senga sen haqiqiy emasligini isbotlab berganimda, sen haligi shokka tushib qolarding deyapti. Ha, bo'lsa. Bitta to'qash bo'ydi. Хотите знать правду? Да, почему бы и нет? Rostini bilmoqchimisiz demoqchi deb yozdi. Посмотрите в свое окно. Parda yopiq qoldi. Ochib o'di. Look at me. Pom. Menimcha biroz yozyapti. Билайн, ничего из этого нереально. O'qiyolmay qoldim. Я создал этот мир для вас. Bu dunyoni Voy dod. Bu dunyoni men sen uchun yaratdim deyapti. Adashmasam mana shu yozuvlar pastga chiqishi kerak. Baykalashgan qoldi. Ne chiqib ketdi. Qiynalib o'tirmasdan chiqib ketdi. Telefonim zerikib ketdi-da. Bo'ldi, yomon haligi o'yin ekan, jonga tegdi dedim. Bo'pti, shu bilan yetarli. Hammangizga ushbu videoning manzur keldi degan umiddaman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Mayli birodar, keyingi videolargacha o'zingni asra.